Belirli gün ve saatte dersi açıldı. Davalı vekili avukat Ferhat Babataş... Va nihoyat Jasmina Trans hamda uning dugonalari 20 yildan ozodlikdan mahrum etildi. Aynan Jasmina Trans erkaklarning qamoqxonasidaligi aytilib o'tilmoqda. U yerda qay ahvolda? Bilardingiz, Jasmina har kuni yuz qismini ayollarning har xil ishlatadigan kremlari va maskalarini surkar edi. Xo'sh, u hozirda qay ahvolda? Men sahab turganimda hamma territoriyani tozalab, chiroyli qilib, kirlarni olib, yechib, hammasini kirga tashlab qo'yib, keyin qizlarni uyg'otaman, tushundingizmi? Uning ko'rinishi erkaklarning o'zi bo'lib qolganligi va u yerda uni tinim bilmasdan o'zingiz tushundingiz nima demoqchi bo'lganimni. Edi. Avukat Ferhat Babataş, Akıvacıoğulları Gıda Aşı Vekili Avukat Mehmet Fatih Yapıcı. Aziz vatandoshlar, ushbu yerdan hech qachon chiqmasin deydiganlar like bosib qo'ying va kommentariya qismiga esa Jasminni tarafini olib yozadiganlar ham ko'p. O'shalarga ham ikki og'iz bir nimalar deb qo'ying. Biz esa videoni boshladik. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Siz albatta yana doimgidek Uzmax kanaldasiz. Kanalimizga mehmonlar obuna bo'lib qo'ying, chunki obuna bo'lish teppa-tekindir. Xabaringiz bor, bundan bir necha oylar oldin Jasmina Transni Turkiyada, Istanbulda hibsga olishgan edi. Uning ustiga har xil moddalarni eklashayotgan edi. Xo'sh, Jasmina Trans haqiqatan ham 15 yil yoki 20 yil yoki bir umrlik qamoq jazosi oladimi? Va u hozir qayerda? Qay ahvolda? Erkaklar qamoqxonasidami yoki bo'lsa ayollar qamoqxonasidami? Bizning eshitishimizga qaraganda u erkaklar qamoqxonasidaligi va uni tinimsiz ishlatayotganligini aytib o'tishmoqda. Va albatta uning sochlari to'kilgan, yuzlardagi botoks-motekslari esa oqib tushganligini aytib o'tishmoqda. Aziz vatandoshlar, ko'p gapirmasdan Jasminaga necha yil berdi va u qay ahvolda? Hozirda uni nimalar kutmoqda va katta turmaga, ya'ni katta koloniyaga olishadi. Barchasini bilib olasiz. Marhamat. Obunachilar tomonidan hali hamon qiziqib so'rilayotgan mavzu, ya'ni Jasmin laqabi bilan Instagramda tanilgan bloger Muzaffar Rahimov haqida quyidagilarni ma'lum qilamiz. Ayblanuvchilar Muzaffar Rahimov, Jasmina laqabi bilan Instagramda tanilgan bloger Malohat Rahimova, Kristina Rahimova, Kamila Raimova, Instagramdagi laqabi Esra Aylin. Savol: qanday moddalar bilan ayblanishmoqda? Turkiya Jinoyat kodeksining quyidagi moddalari bilan keltirilgan: 186, 187, 193 sog'liqqa xavfli dori ishlab chiqarish va sotish, zaharli moddalar aylanmasi, 227 fohishalikka jalb qilish, 134, 136 shaxsiy ma'lumotlarni yozib olish va tarqatish, 106, 107 tahdid va shantaj, 123, 123A ta'qib qilish va tinchlikni buzish, 125 haqorat. Shuningdek, jinoyatchilar internet orqali fohishalikni yoyish, shu yo'l bilan daromad olish, shaxsiy ma'lumotlarni e'lon qilish, jabrlanuvchilarni qo'rqitish, urish yoki jarohat berib kelishgan. Bu ishlar jinoiy guruh tomonidan sodir etilgan. Ular faqat soxta dorilar emas, fohishalik bilan ham shug'ullanishgan. Instagram sahifalari orqali odamlarni ishonchiga kirib, aldab, tahdid qilib kelishgan. Jinoiy guruh 5 kishidan iborat bo'lganligi uchun sud hukmi 6 oydan 2 yilgacha cho'zilishi mumkin. Muzaffar Rahimovga esa moddalar ko'pligini hisobga olib taxminan 15-20 yil qamoq jazosi berilishi mumkin. Pul yuborishda kechasimi, kunduzimi, endi buni farqi yo'q. Endi kechasi soat 2 da ham, yakshanba kuni ham uyingizga pul yuborishingiz mumkin. Bank ochilishini kutmaysiz, navbatda turmaysiz. Hech kimga iltimos qilishingiz ham shart emas. Yubor mobil ilovasi 24 ga yetdi. Sizga erkinlik beradi. Istalgan vaqtda, istalgan joyda bir necha soniyalarda pul yuboring. Siz ishlayotganingizda ham, dam olayotganingizda ham, kechasimi, kunduzimi farqi yo'q. Pulingiz uydagilaringizga bir zumda yetib boradi.
Endi pul jo'natish har doim siz xohlagan paytda. Yubor qulay, xavfsiz va ishonchli ilovadir. Albatta bir shaxsni qamalishi bu fojia. Chunki unga nima bo'lganda ham sabr tilab qo'yishimiz kerak. Ustidan kulishlik menimcha yaxshi odat emas. Ammo qilgan qilmishi uchun, qilgan aybi uchun albatta ham bu dunyoda, ham u dunyoda javob berish kerak. Kim bo'lishidan qat'iy nazar shaxslar. Xo'p, aziz yurtdoshlar, bilasizlarki, Jasmina Transni ko'pchilik eslaydi, ko'pchilik balki unutishni boshlagandir. Jasmina Transni eslab deya bir videosini sizlarga taqdim qilmoqchiman. Marhamat, batafsil ko'rib oling. Assalomu alaykum, Instagram xalqlar do'stligi saroyi. Yaxshimisizlar, tuzumsizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Nima gaplar, nima so'zlar? Qalaysiz go'zallikda? Go'zallikdaman. Sizlar nima qilyapsizlar? Ya тебе сердце. Nilufar qanani o'tiribdi, tosrayib. Uxlagani qochib ketyapti, uxlatmasdan mayoq olib kelib olib o'tiribmiz. Assalomu alaykum, va alaykum salom. Ko'zingiz zo'r yarashibdi. Rahmat. Assalomu alaykum Jasmina opajon, salom. Lo'lipor qatta, mana hayt o'tiribdi. Tosrayib. Salom Chirchiqdan, salom. Go'zallik mabudasi, salom. Xohlaysizlarmi sizlarga bu narsa ko'rsataman? Nima? Ha, hozir Nilufarga beraman. Assalom Instagram xalqim, sizlarga hozir menimcha zo'r narsa ko'rsataman. Chiroyli jinshini ko'rsataman sizlarga, xohlaysizlarmi? Assalom. Ko'rdinglarmi? Shunday chiqib uxlaydi. Sizlar Instagramda reelslarga ishonmanglar. O shunday chiqib uxlaydi. Biz reels ko'rdinglaringmi? Bo'ldi, все, yetadi shu. Videoga olgan bo'lsalaring bo'ldi, erta ko'ziga tashab qo'yinglar. Nikiz nima? Nikim Nilufar 2. Nilufar 2003. Topolmaysan, Brixlar yozsalar chiqar. Nima deyapti? Ko'rsatdingizmi? Ko'rsatdingizmi? Ha? Ko'rdinglarmi Lirani uxlashini? Shunaqa. Shahbozmidi deydi. Soch svet yarashmabdi. Bo'xti ham deb yozdi. Labi ayrilib ketibdi deyapti. Ana o'sha yomonlashyapti sizni. Jasmin ayting tishini to'g'irlatib qo'ysin. Tishingizni to'g'irlatar ekansiz. Nilufar yaqinda burnini, tishini, hamma yo'g'ini qildiryapti, ko't qildiryapti. 2 haftadan keyin. Sochini $1000 bo'lgan. Sochirisi qimmatga tushgan. Meni quritdi bu qiz. Atriz nech pul? $100 nabor $100. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Добрый вечер, Jasminchik, krasotka. Labis chiroyli, rahmat. Labis chiroyli ekan. Assalomu alaykum, go'zal baribir hammasidan. Xana haqida gapiring. Kim u? Jasmin opa Telegram yozdim, javob yozishmadi. Kim javob yozmaydi? Kim qancha qoz amini yirtaman, ayting. Прям turqi sovuq shu amakini deyapti. Lera kim? Lera это uyquchi Malika. Помогите нам, пожалуйста. Работайте, никто не поможет.
Deyishdi naborda, не может быть. Men mana shu yerda o'tiribman, hammani tekshirib o'tiribman. Не надо это выдумывать, yolg'on gapirish nima keragi bor? Men o'zim shu yerda o'tiribman. Yolg'on gapirasiz, tosirayib, betingiz bormi siz? Uyalmaysizmi? Mana shu yerda o'tiribman men, qanday $150 deydi. Mana shu haromini so'raganlarni ham cho'rniga tiqing. Jasmin, go'zal singlim, rahmat. Qanday ulashib olsam bo'ladi? Duhi Yasmin Istanbuldamiz. Dostavka qilib chiqarib beramiz. Qachon kerak? Pijama zo'r ekan-da, Victoria's Secret. Tailanddan olgandim. Duhilar Optimda shu narxmi? Yo'q, arzon qilib beramiz Optimga. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Jasmin, скажи, пожалуйста, когда приедешь в Россию? Никогда больше, никогда в жизни не поеду. А что там делать? Все умирают. От голода умирает. Что там делать? Rossiyani sog'inasizmi? Yo'q, toqatim yo'q. 22 yilda erisha olmagan narsalarimga bu yerda 6 oyda erishdim. Nima qilaman men yerda? Rustam Xo'ja Paradis bilan yarashib oldingizmi? Ha, конечно. Moskvaga 150 deyishdi. Bo'xti yebsiz. Bo'xti kattasini yebsiz. Moskvaga men o'zim chiqaryapman. Dastavkalarini to'lab. Har bitta naborda har bittasiga $10 dan to'lab Moskvaga o'zim chiqarib beryapman. Nima yolg'on gapirasiz? $100 beryapsiz, chiqarib beryapsiz sirazi. Nilufar juda ham chiroyli. Rossiyadagi uyingiz nima bo'ldi? Qizlar yashayapti, dugonalarim. Мужской. Jasmin красавица, спасибо. Звезда qani? Zvezda qani? Qaysi zvezda? Zvezda klizma qilyapti. Hozir qo'toq keladi, uni chopir-chupur qilgani, shunga klizma qilib tayyorgarlik ko'ryapti. Siz Rossiyadan televizorga chiqib vaqtingizdan sizni ilagan edim. Gaplaringiz haliyam esimga. Angrendan salom, Angrendan. Duhi o'zini izdishdi-ku. Voy, nima yolg'on gapirasiz? Opa, men shu yerda o'tiribman-ku. Duhi hammasi nabor $100. Каком смысле? Nima yolg'on gapirasiz, opa? Yonida o'tiribman-ku, qizlarni har kuni. Telefonga javob berganda aytibman, kechgacha yonida o'tiraman. Nima yolg'on gapirasiz? Bizga skidka qiling atirlarni. Yana nima qilib beray? Jasmin, o'zi dastavkani ham o'zim to'lasam. Kargoni Turkiyadan O'zbekistonga jo'natishga ham o'zim to'lasam. Yana $100 ga bersam, yo'l kira olmasdan anaqadan chiqarib o'rayotgan bo'lsa, nima edi? Hamma yo'qqa dastavkasigacha o'zim to'lab chiqarib, yana nima qilib beray, opa? Bekarga borib har kuni ertalab sepib ham turaysizga, cho'miltirib kremlarni surkab ham qo'yay ustingizga. Keling. Duhini o'zini ham soting, o'zini ham sotyapmiz. O'zini ham sotyapmiz. Salom Istanbuldan, salom. Nat olmoqchiman, nomer qo'yib qo'yganman, shu yerga yozing. Men oldin Sankt-Peterburgda hidi просто men oldim Sankt-Peterburgdan hidi просто bomba. Asalim. O'zim ham sepib yuraman. Mошенницalar chiqib ketsin primoydan to'ppa-to'g'ri. Nima bo'lyapti? Где Nilufar? Mana o'tiribdi, tosirayib. Mana. Mana o'tiribdi. Qandaysizlar, labni gapirasiz. Odamlar, men hech qachon Nima labni gapirasanlar deng, ayting. nimaga labni gapirasanlar? Laboydek dedik. Ayting, nima ko'yligini gapirasan? Ayting. Odamlar, dokazatsiyalaring bo'lmasa, efirga kirib gapirib o'tirmang. $150 yarmi dokazatsiyasini tashlab berib, keyin gapiringlar. Birinchi kuni shunaqa bo'lgan, hali biror marta bo'lgani yo'q. Olganlar 3 ta olganlar, 3 tami 4 ta xolos $150. Men ham oldim Moskvadan. Nilufar asalim jo'natdi, rahmat, deyapti. Asalcham jo'natdi, deyapti. Tishini to'g'rilasin, opa, siz ko'tingizni tursigingiz yuving birinchi. Birovni tishini to'g'rilatmasdan tursigingiz yuving. Nilfarning puli ko'p. Xohlagan narsasini qilib olaveradi. Prosta uy oldik 3 ta, rasxodlarimiz ko'p. Hozir 1-2 haftadan keyin Nilufar o tishlarini, burunlarini qildirgan yotadi. Siz tursigingizni almashtiring, opa. Oldi sariq orqasi korishniy bo'lib ketgan. 2 ta payshanbez qolgan u yoqqa ketishiga. Birovni tishini gapirasiz.
Parfüm реально классно, кайфую каждый день. Моя хорошая. Yaxshi kunlaringizga asqotsin. Telegram yozvorishsin iltimos. Telegramdan yozvorishsin iltimos. Sud qachon bo'ladi? Xudo xolasa advokat bilan kecha ko'rishdik. Ularni ommaga olib chiqmang dedi, потому что dedi qochib ketishi mumkin yana dedi. Shuning uchun gapirmayapmiz ommada, indamay turishimiz kerak. Nima ish qilasizlar? Cho'choqshimiymiz bekorchilikdan. Nima ish qilishimiz mumkin opa yana? Ой, men kuyib qoldi, belim kuyib qoldi. Я тоже хочу. Ну, все, пишите. Nelaga til tekizmela deyapti ana. Islombek degan. Kim u? Erizmi? Yo'q. Eriz qayerlik? O'zbekistonda qayerdan? Ha, vodiydanmi? O'zimiz vodiydanmi? O'zimizni vodiydan. Nilfarda eri bor, между прочим, kelib unaqa ko'ylak kiyma xuddi olib bergandim. Men olib bergan men yana Zaradan. O'zimning pulimni sarflab $1000 ga. Xo'jayinchilik qilib qo'yadi bilan kelib ko'tiga sikib ketadi xolos. Bir kun paxlava zakaz qilsak, 4 ta dona paxlava ko'tarib kelibdi. 4 ta. Biz 6 kishimiz. Jasmin qovog'ingizni oldirgan rosa rahmat. O'zi chiroyli bo'lib ketyapsiz. Hammasi natdan, yuzim yaltirashini qaranglar. Natdan, hammasi natdan. Nukusda kimda bor tel bering. Nukusda hech kimda yo'q. Bizdan olsanglar Nukusga chiqarib beramiz. Katta profilimda Telegramda hamma nomerlar bor. Bemalol kirib zakaz qilsangiz Nukusga chiqarib beramiz. Zo'r gapirasizda deydi. Xotin oylab olib kelgan, xotini yillab olib kelgan, yig'lab olib kelgan. Nima degani? Bilmayman. Duxini o'zi nech pul? $80. Yoqmasa izlama, ko'rma. Yoqmasa izlama, ko'rma. Labis chiroyli bo'pti. Men lab qildirganim yo'q. 16 yil bo'lgan bu lab qildirganimga. 16 yil. Klizmani nima uchun qiladi? Nilfardan so'raymiz. Keling yaqinroq. Nilfar. Ayting, nima uchun klizma qilasiz, Nilfar? Nilfarda hozir ko'tada treshina bor. Klizma qila olmaydi. Hozir mumkin emas. Treshina nimadanligini bilasizlarmi? Bir kun вечеринка qilishuvdi qizlar, viski ichib, kayf bo'lib qolishuvdi. Bitta bola kelgan ekan, cho'choq rosa katta ekan. O'shanga smaskasi berib qo'ygan ekan, ko'ti yorilib ketibdi. Yo'q, undan sovg'ash ketdi. Keyin eri kelganda eriga ayta olmadi. Ayta olmasdan so'rib qo'yibdi, xolos bermabdi. Ayting Nilufar. Yo'q, uni Eri kelganidan keyin eriga ayta olmadi. Просто ko'tim og'riyapti, hozir bera olmayman debdi. Nilufar klizman nima qiladi deb so'rashyapti. Men bilmayman-ku, men odobli qizman u. Ayting. Haqiqatan klizman nima qilasiz? Nilufar, klizman nima qilasiz? Berish uchun qiladi, nima qiladi? Nima sababdan? Yaqinroq qilaysiz? Nima sababdan? Pomidor, огурцы. Ayting. Nima uchun qilinadi? Berish uchun qilinadi, nima uchun qilinadi? Guliga salom deng deydi. Mana. Ha, ayting. Bo'ldi, aytdim, men podrobni tushuntirib beraman. Ha? Qo'ygamsizlar? Qanday qilasiz aytib bering? Nimadan qilasiz? Hozir eshitinglar. Nimadan qilasiz? Nimada qilasiz? Ko'klaydiganlarga maslahat. Mendan tabiiy maslahat olinglar. Nima? Sousida gizma qilsalaring, ko'zlaring deb bo'lib qoladi, deb buncha bo'lib qoladi. Issida qilsalaring kelgan Bor ekanda. Vitiligo nima edi? Белый пятна. А, нет, не поможет. Не поможет. Это же в крови. Ничего. Ну, это же наследственное, это не поможет. Это рожденное же. Vitiligo. Hamma kutyapti. Ana aytdim. Qanday qilib qilasiz? Nimada qilasiz? Mana gostinsiyaga keldingiz, qayerga kirib qilasiz klizmani? Dushda?
Dushni nima qilib qilasiz? U aytib bering-da odamlar tushunsin. Tayyor dushni o'zi shu mamlakat shlanqasi biladiki, Ha. Leykadan ajratasiz. Leykadan ajratib turib, chiqib, vosh bo'ldi, keyin chiqaradi hamma joyda. Chista qilib, oppoq qilib. Ha. Hamma o'qib ketami? Yo'q. Ha. Hojat borku. Ha, birinchi suvni tiqib turib hojatga yugurasiz. Hojatga borib, keyin Ha, ana eshitdinglarmi? Вот klizma nima qilinadi? Жасмин, скажи, пожалуйста, России и Турции. В России уже ничего не можешь делать. В Инстаграм рекламу нельзя. Бизнес открывать нельзя. Хоть у тебя все документы есть, все равно, блядь, могут депортировать. Все равно могут не пускать. За границу выезжать нельзя. Вот я как в Турцию приехала, уже бизнес открыла, уже свой бренд выпустила. Сделала, и делать документы легко. Все удобство для людей. Все, что хочешь, можешь здесь делать. Jasmin necha kilo? Bo'ldi, 89 kilo. 109 kilo edim. Jasmin спит haromi. Жасмин спит харома. Ой, блядь, пиздец. И рак, скажи еще. И этот, сифилис, все болезни у меня есть, представляешь? Поэтому гунчадek yuzim yaltirayapti. Turkiya sizni iyi geldi. To'ppa to'g'ri. Juda ham iyi geldi. Shunaqa iyi geldiki, ana konditsionerni Nilufar yoqib yuborganda juda ham iyi geliyor bu. Isib ketdi. Ko'cha issiq-ku. Sindi qayda Justin? Turkiyadan, hammasi Turkiyadan. Bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. Kelgusi videolarda ko'rishgunga dovir. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Ha, bu arada kanalimizga obuna bo'lish tekin dedim. Like bosish ham tekin. Qo'rqmang, likeingizdan biz pul ishlamaymiz. Siz bosgan like videomizni tarqalishiga hissa qo'shgan bo'lasiz. Salomat bo'ling.